Davay. Yangilangan pozitsiya uchoqlik. To'g'rimizni bosdim, ketaveringlar. Hayır. Yangilangan pozitsiyamiz. Bu pozitsiyamizda retro model bo'lib ishlatilgan, lekin ko'rinishi yangilangan pozitsiya 2026 dizaynda bo'ladi. Sakadiskali, original amortizator, polnitsa temirli bo'ladi. Menga bitta yoqqan tarafi orqalari bagajlik bo'ladi. Mana xohlasa ham bagajni qolsa ham bo'ladi. Endi bu yangi eski narsa desa ham bo'ladi, lekin menga yoqqan taraf bunga qaranglar. Eshik ochilmadi cho'ta. Buni qo'shilarmish eshik? Ha. Voy eshak, uni qaranglar. Bilalaringni o'zlaringni. Chuqurroq ekan pasti, bu yerda chuqurroq ekan. Odatiy skuterlarda oyoq mana bu yerda joylashsa, bunda pastroqgacha bemalol borsa bo'ladi. Uni qaranglar. Voy. Xitoy ketyapti. Yangi pozitsiyamiz naq chiqqan yo'q, lekin qiziqqanlarga Telegramga o'tib rasmlarni ko'rsang bo'ladi, ma'lumotlarni bilsang bo'ladi. Ataka nalichada bor oladigan odamlar magazinga tashrif buyurib olib ketsa ham bo'ladi. Sog' bo'linglar.